1,5 yoshda yurib ketgan nevaramni ko'rib, obunachilarim tezlikda buvijonisi kulcha non yopib bering deb yozishibdi. Tandirim yo'q-ku, nima qilaman deb o'ylanib o'tirgandim, yechimini ham topdim. Bittagina like bosib, jarayonni kuzating. Tandir bo'lmasa ham tandir nonlarni eplab pishirib oldik. Har doimgidek oliy navli to'ron unlarini qo'shib, oshirma xamir tayyorlab oldik. Xamir oshguncha cho'gun qozonda yaxshilab qizitib oldim. Quyoshda issig'iga xamirni qo'ydim, 15 daqiqada oshib chiqdi. Kichkinagina qilib bo'lakchalarga bo'lib, zuvalaq qilib, yana 15 daqiqa tindirib qo'ydim. Tingan xamirlarni videoda ko'rsatilgandek qilib, yumaloq qilib shakl berib chiqdim va yanada shiringina chiroyli bo'lib chiqish uchun chetini pichoq bilan kesib chiqdim. Tayyor bo'lgan nonlarni orqasiga yaxshilab tuxumda oqini ayamasdan surish kerak. Shunda qozonga tez yopishadi va tushib ketmaydi. Aytgancha sizga asosiy sirrini aytmayman. Qozon yaxshigina qizigan bo'lishi kerak. Nonlarni hammasini qozonga yopishtirib, ustiga tuxumda sarig'i va kunjut sepib chiqamiz va qopqog'ini yopamizda yarim soatga o'rta olovga yopib qo'yamiz. Mana birpasda kulcha nonlarimiz tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p foydali retseptlarni topasiz. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga kelasiz. Kulcha nonni pishiring deyishibdi-ku, keyin nima qilishni aytishmabdi. O'zimiz maza qilib yeb oldik.